Yo, mana bunaqa qilib telefonda olib gapiraveraman, prosta uyalamanda, keyin odamlar kulsachi deb o'ylayman. Sizda ham xuddi shunaqa muammo bormi? Unda bu video aynan siz uchun. Ko'pchilik biznesmenlar shu joyga kelganda o'ylanib qolishadi. Odamlar kulsachi, videoda chiqib nima deyman, hali tayyor emasman, sal keyinroq chiqaman deb cho'zaverishadi. Bu aslida normal holat. Videolarda chiqishni endi boshlayotganlar yoki biznesmenlarda xuddi shunaqa fikr bor, lekin haqiqat aslida boshqacha. Hech kim sizdan mukammal bo'lishni kutmaydi va videolaringizda ham mukammallikni kutmaydi. Faqatgina miyangizda shunaqa signal bor. Shunchaki odamlar sizdan oddiylikni kutishadi. Xatolar bormi? Bu tabiiy. Hech qachon hech kimning birinchi videosi mukammal chiqmaydi. Vaqt o'tgan sari asta-asta moslashadi, asta-asta yaxshilanib boradi. Agar o'z sohangizda davom etishni istasangiz, bugun yoki ertaga qachondir baribir ijtimoiy tarmoqlar yurgizishingiz shart. Xullas, ko'p o'ylab o'tirmang. Qisqa video qiling, nimadir fikr ayting. Eng katta xato bu kutish. Faqat boshlagan odamgina yutadi va o'sadi. Xullas, bu videolarda chiqishga qiynalib yurgan yoki uyalib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying yoki kommentda belgilab keting.